3 padişahlık, zaman halkıgan muşavir. Mazkur tor romani Üllər Studiyasi tarafidan tarjima qilindi va ovozli qilib ishlandi. Asar mazmuni to'qilma bo'lib, hech qanday xurofotlikni qo'llamaydi. Ko'chirib tarqatganlarning qonuniy javobgarligi surishti qilinadi. Amgikimizga hurmat qiling. 13-bob. Sov-sovg'i bergan ikki cho'ng sovg'a. Dianvey qo'shin bargohiga ketdi. Genmo bo'lsa qurol yasash o'rniga qarab maqdi. Lekin u vaqtli qasrdan chiqib, necha qadam ma'mayla uduldan kelayotgan sov-sov bilan savriniga uchrab qoldi. Genmo salom berib mundoq dedi. Pasibanim, qayerga mangdingiz? Sizlarni ko'rgili kelishim. Sov-sov qo'lini pulanglatib, ortiqcha takalluf qilishning hojati yo'q ekanligini ishorat qilib mundoq dedi. Siz sirtqa chiqmoqchimi? To'g'ri. Men qurol yasash o'rniga berib ko'rib baqmoqchi. Birinchidan ular bilan tanishib olish. Ikkinchidan yaqinqi mezgildagi kun tartib o'rinlashtirishini ko'rib baqay deyman. Sov-sov kulib turib mundoq dedi. Yaxshi. Texi oqsham qurol yasash o'rnining begi qilib tayinlanib, bugun vazifaga o'ltirishga oldirapsiz. Agar qo'shindagi hamma odam sizga o'xshash bo'lsa, cho'ng ishni vujudga chiqara olmaslikdan g'am qilishimning nima hojati? Pasibanim, bak maqtavatdingiz. Dianmo kulib qo'yib, sov-sov odam maqtsa haqiqatan yaqinlik anglanadi ekan deb o'yladi. Qurol yasash o'rni baliqning sharqida. Menmo lashkari bargohga bormoqchi edim. Yerim yo'lgacha sizga hamroh bo'lib mangay. Sov-sov marhamat deb qo'l ishorati qilgandan keyin avval o'zi minib mundoq dedi. Hozir degan ansiz zamon. Ayni yili men top beshi bo'lib tayinlanganda, orada odam avatib, yo'lvoz tamtiki bilan qosh tishi tamtikini in'om qilib, butun qo'shinga uqtirgan edi. Sizlar og'ayning ishkinglar amaldorlik mansibiga tayinlanganda bundoq bo'lmadi. Biroq men Zishavga 3 qo'shinga uqtirishga buyruq tushirdim. Siz vazifaga o'ltirg'ili borsangiz, hech qanday to'sqinlikka uchramaysiz. Shundoq taqsir. Men bugun atdigandala odam avatib xabar qildim. Zishav birodarga kelsak, ansirashdan texmo ajdi yo'q. U Lyubo bilan elishib tanishib qoldi. Bizning qo'shindala emas, jahondagi hech qanday odam uningga qoyil bo'lmaslikqa jur'at qilmaydi. Bir chetda turgan Savrin faxrlangan holda kulib ketdi. Amaliyotda jahon izchil mushundoq bo'lib, mushtumi qattiqning gapi mangu o'rinliq edi. Dianveyning dunyoda birinchi o'rinda turadigan Lyubo bilan tanglashib qilishi nom chiqarganlik hisoblanadi. Zishav sanğunni avara qiptimiz. Biz og'ayinilar kagili uzun bo'lmadi. Boshqalar bilan bek tanishib ketmaymiz. Keyin yana Zishav sanğunning ko'proq otidarchilik qilishiga tayinamiz. Yanmo burunqidaklar adablik edi. Lekin Savrin yana bir qitim qaqoqlab kulib mundoq dedi. Taqsir, yasalmalik qilma. Boshqalar sizni bilmagan bilan men bilaman. U bu gapni deb bo'lgandan keyin yana atrofga boshqacha nazar bilan qarab, o'tib ketayotganlarning hammasining fuqarolar ekanligini jazmlashtirgandan keyin past ovozda mundoq dedi. Agar janoblar bizni qutqizmagan bo'lsa, qo'shinimiz xatar ichida qolgan bo'ladi. Sov-sovmi kulib turib, bir qo'lini Dianmoning mo'risiga qo'yib mundoq dedi. Zoji, men nimali degan bilan har vaqt yerinizda bo'la olmayman. Zishanga hozir top beshi martabasi berilgan bo'lsa-mu, lashkarlarni mashq qildiradi. Hatto sirtqa chiqib jang qilishi mumkin. Shunga keyin ko'zi yo'q narsaga yo'liqib qolsangiz, uni izlang. U qanday qilishini biladi. Savrin sov-sovga agishib qo'zg'olon ko'targan ko'ni lashkar bo'lib, sov-sovning yaqin odami hisoblanadi. Dianmo sov-sovning bundoq qilishining o'zini qo'g'dash uchun ekanligini tushunadigan bo'lib, shunga boshqa gap qilmadi. U kulib turib beshini langishdi. Orqadan mundoq deb so'radi.
Aras, Lübu mag'lub bo'lib qechib ketdi. Yanjodagi har qaysi baliq bozorlarni qandoq bir taraf qilmoqchi bo'lyapsizlar? Ha, pasbani meni tushdan keyin lashkar boshlab baliqdan chiqib, har qaysi baliqlarni bir-birlab kuzatgandan keyin qaytadan mudofaa qilishga buyurdi. Diyanmo beshini chayqab mundoq dedi. Hojati yo'q. Zishao Sangun yanada 2 kundan keyin yo'lga chiqqan. Vaqt kelganda ishlar texmi osonga tushadi. Bu gapni anglagandan keyin Sov qadamini to'xtatib sal gangirab qoldi. Birdamdan keyin kulib turib mundoq dedi. Zodi Zijining kallisi o'tkirkan. 2 kun kechikib yo'lga chiqqanda xabar tarqilib bo'lgan bo'ladi. Har qaysi baliq bozorlarini qaytirib ilishdimi? Lashkarlarni sarf qilishning hojati qolmaydi. Bu davrda qatnash qolaysiz, uchur yetkazish osti bo'lib, tunugun Lübu mag'lub bo'lib qechib ketgan bo'lsa-mu, lekin hozir tog'da o'ltirib yo'lbosning elishishini tomosha qilayotgan kishilar texi bu ahvolni bilmaydi. Eng tipik bo'lg'ini dal cho'ng jamatlar bo'lib, bu davrdagi jamatlarning ta'sir kuchi faqat talantliqlarning mansabga chiqishida emas, lashkariy kuch jihatdimi bor edi. Ba'zi esilzodilar, mushtum zo'r zolimlar qo'lidagi boylik kuchidan foydalanib, qovul erlarni lashkarlikka qabul qilgan bo'lib, qo'l ostidagi lashkarlar oz bo'lganda necha yuz, ko'p bo'lganda necha mingga yetadi. Agar Sovrin lashkar boshlab borsa, ular ehtimol Sov qo'shini mag'lub bo'lgan o'xshaydi deb o'ylab qilib, bir qism kallisi ishlamaydiganlar hatto ular bilan tirikishishi mumkin edi. Agar bir necha kundan keyin yo'lga chiqsa, ko'pchilikning hammasi Lübuning mag'lub bo'lib qechib ketganligidan xabar topadigan bo'lib, vaqti kelganda Sov qo'shinining bayrog'ini ko'rsalar, ular ishkini echib mehmonlarni kutib olishi kerakligini biladi. Janoblari darvaqa donishmaykansiz. Bir eg'iz gap bilan meni g'aflatdan uyg'otdingiz. Boya men yana bir qism sarxil lashkarlarni tanlashni o'ylayotgan. Chunki Renching bilan Dongpingdan iborat bu ikki baliqda Chingoning odamlari oz emas. Janoblarining bu gapini anglab, faqat 2 kundan keyin yo'lga chiqsamlar, hatto o'zim berishning hojati qolmaydi. Haqiqatan bir parcha maktub bilan 3 ishni oldin faraz qilgan talant egisi bo'lishga munosibkansiz. Sov qo'shinining ulug'vor g'oyasida umid bor bo'ldi. Sovrinning ko'zlari yo'rib ketdi. Dianmoning usuli bo'yicha bo'lganda urush qilishning hojati qolmaydi. O'zimi 4-5 baliqni chepib yurishining hojati qolmaydi. Aras, yana bir ishda sizning ruxsat qilishingizni so'ramoqchi edim. Yerim yo'lga kelganda Dianmo tuyuqsiz eg'iz ochdi. Ziji, buncha tuz qilib nima qilasiz? Qani dana. Mayli qandoqli ish bo'lsin. Men amalba siz uchun bejarib beraman. Sov xuddi Dianmoning cho'ng ishni talab qilishini saqlayotgandek qiladi. Uncha cho'ng ishmi emas. Dianmo qadamini to'xtatib janubga qarab mundoq dedi. Yana 20 kundan keyin otamning motam kuni. Pasibonimning men bilan og'amning keyingi bir necha kunda Chinliyo'ga qaytishiga ruxsat qilishini o'tinaman. Vafodorlikka ahamiyat beriladigan bu davrda Sovning tabiiy holda hech qanday rad qilish sababi yo'q edi. Lekin Sovning qo'shimlari turilib ketdi. Buningga Dianmo sal hayron qilib mundoq dedi. Pasibonimning nima qiyinchiligi bor? Oxirda Sov yanala beshini chayqab mundoq dedi. Bu cho'ng ish. Sizlar bosanglar bo'ladi. Zishin lashkarlarni ilib olsin. Nima degan bilan Lübuning Yanjuga kirishini qarshi olgan Zhang Miao, burunqi Chinliyo'ning begi. U yerda uning yanada oz to'la ta'sir kuchi bor. Dianmo Sovga qarab ozroq ta'sirlandi. Dastlabda u texi Sovni o'zini qo'yib berishga ko'zi qiymaydi deb o'ylagan bo'lib, Sovning aslida uning bexatarligidan ansirganligini o'ylabmi baxmagan edi. Eng muhimi, o'zining 2000 lashkarni elib Chinliyo'ga qaytishiga ruxsat qilgani Sovning gumonxo'r mijoziga nisbatan aytganda
oson emas edi. Pasibonimning shafqatiga ko'p rahmat. Diyanmo rahmat aytgandan keyin sal kulimsirab mundoq dedi. Pasibonim, biz eng ko'p bo'lganda bir oyda qaytib kelamiz. Chinliyodan qaytib kelgandan keyin sizga 2 cho'ng sovg'at olib kelaman. Sizning uni bir-biridan yaxshi ko'rishingizga kapolat qilaman. Sov Diyanmo'ga qiziqib qarab mundoq dedi. Siz Lübo'ga qistab hujum qilgandimi? Bundoq hayajonlanmagandingiz. Siz shuncha cho'ng biladigan katta sovg'atga men haqiqatan taqozo bo'lyapman. Taqsir, bo'lmasa men siz bilan birga boray. Birinchi darajalik song'unning bevosita sezimiga tayinib, Savrin bu qitimqi safarda cho'qim hosil olg'ili bo'ladiganligini g'uva his qildi. Lekin Diyanmo eg'iz ichishga ulgurmay, Savringa oliyib qarab etib, mundoq dedi. Qalayman qanqimma. Ular uyga qaytib otasiga ta'ziya bildirdi. Sen agishib berib nima qilasan? Sening familiyang Diyanmitiya? Undaq emas, og'a. Men faqat taqsirni qo'g'dashni o'ylab shundoq deyishim. Bu gap Diyanmoni birpas kuldirvatdi. Zishao Sangun, xotirjam bo'ling. Kelgusida pasibonimning hukmdorlik qilishida sizga ehtiyojli bo'ladigan nurg'un joylar bor. Vaqti kelganda sizning bu to'plarni topolmasligingizdan ansirayman. Taqsir, bu menga bergan va'dangizmi? Deb so'radi Savrin xushal bo'lgan holda. U ko'z oldidagi bu qurol yasash o'rnining begi deb nom olgan o'smirning allaqachon sovuq qo'shinining bosh mushaviri bo'lib bo'lganligini bilatdi. Shundaq. Undaq bo'lsa, mushavirga rahmat aytaman. Ha, yo'q. Janoblariga rahmat aytaman. Ular yo'l bo'yi uyoq bu yoqdan paranglashib, nihoyat tezla baliqning sharqiga yetib keldi. Sav orqaga qargandan keyin mundoq dedi. Bo'ldi. Bu ko'chadan o'tsingizlar, qurol yasash o'rniga bora olasiz. Men Zishao bilan baliq sirtidagi dehqonchilik maydoniga berib, kuzlik yig'im ishlarini tekshirib boqay. Sizga hamroh bo'lolmaydigan bo'ldim. Sav Diyanmo'ga hamroh bo'lib, qurol yasash o'rniga berishni o'ylashmadi. Chunki u ishchiliklar bilan ko'rishib qo'ygan edi. Pasibonim, avaylab meni. Diyanmo beshini lingshitgandan keyin mardona holda u vazifaga o'ltirgandan keyinki tunji yerga kirdi.